Oila va ish bir qarashda oddiy yumushdek tuyulishi mumkin, ammo ular ortida katta mehnat, sabr va mas'uliyat yotadi. Ayol kishi ana shunday vazifalarning birdek uddalab, faoliyati va shijoati bilan ham jamoada, ham oilasida hurmat-e'tibor qozonadi. E'tiborxon Yunusova ana shunday fidoyi va tashabbuskor yurdoshlarimizdan biri. U qariyb 8 yildan buyon Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining Uychi tuman bo'linmasi rahbari sifatida samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Uning tashabbusi bilan aholi o'rtasida ma'naviyat va ma'rifatning yuksaltirishga qaratilgan qator tadbirlar, targ'ibot ishlari va istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Jamiyat taraqqiyotining tanasi bu iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir deb yurtboshimiz o'zlarining nutqlarida gapirib o'tdilar. Darvoqe ikkita ustunni bir vaqtda olib kelib o'xshatish qilib gapirganlari bugun biz ma'naviyatchilarga juda katta ruh bag'ishladi va shijoat bag'ishladi. Biz mana bugun ma'naviyat yo'nalishida juda katta faoliyat olib bordik. Deyarli mana shu 2 yil davomida bizni faoliyat jarayonimizda davlat rahbari tashabbuslari bilan bugun moliyaviy barqarorlikka erishdik va barcha hududlarda har bir bo'linma mana shu bo'limlarda shtatlar ajratildi va mutaxassislarga erishdik, mutaxassislarga ega bo'ldik. Bugun bu mana shu shtatda ishlayotgan xodimlardan tashqari ma'rifat targ'ibotchilarini o'zimizga jalb qildikda, ular bilan birgalikda bir qator islohotlarni amalga oshirdik. Albatta, bunday tashabbus va loyihalar jamiyatda ma'naviyat muhitining mustahkamlash, insonlarning dunyo qarashi va tafakkurining yanada boyitishiga xizmat qiladi. E'tiborxon Yunusovaning ana shunday xayrli ishlari va faoliyati davlat tomonidan munosib baholanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga muvofiq shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bugun mana shu mamlakatda mehnat qilgan odam ehtirom topadi, e'tirof topadi. Har qancha mehnat qilsangiz uni qadriga yetiladi. Bu inson qadri ustuvor davlatda qilayotgan mehnatingiz hech qachon zoyi ketmaydi. Mana yurtboshimiz tomonidan bir guruh ayollarni davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Shu jumladan mana shu ro'yxatda men ham borligimdan juda ham mamnunman. Shu munosabat bilan Namangan viloyati hokimligida davlat mukofotlarining topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bayramona ruhda o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov yig'ilganlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonining o'qib eshittirdi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilariga yaqinlashib kelayotgan bayram munosabati bilan samimiy tabriklar yo'lladi. Ta'kidlash zarur, bu kabi yuksak e'tirof va ishonch muhtaram opa-singillarimizga ko'rsatilgan yuksak ehtirom, g'amxo'rlik va e'zozning yorqin ifodasidir. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovozi informatsion dasturi uchun Namangan.